10 yil deganda diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun bu sahnada turish, bu sahnaga yetib kelish oson bo'lmadi. 18 yil oldin orzular bilan chiqqan edik. Bugun esa biz qaytdik. Mashhurlik uchun emas, yoki qandaydir bir trend uchun emas. Shunchaki yurakda qolib ketgan gaplar, qalbimizda qolib ketgan gaplarni oxirigacha aytish uchun qaytdik. Agar bugun sizning ham qandaydir xotiralaringiz bo'lsa, yurakda qolib ketgan qandaydir gaplar bo'lsa, bugungi kechamiz sizlar uchun. 18 yil oldin orzular, havaslar bilan chiqqan edik. Bugun esa shuncha yilda hayot bizga nimani o'rgatgan bo'lsa, shuni ko'tarib olib chiqdik. Shuncha yil ichida yiqildik, turdik, yig'ladik, kuldik. Hattoki eng yaqin do'stimiz, qadrdonimizni yerga topshirdik. Yana birimiz esa o'lim bilan yuzma-yuz keldi va qaytdi. Bugun bu sahnada nafaqat 2 kishi turibmiz, balki biz bilan birga xotiralar turibdi. Yo'qotgan insonlarimiz xotirasi turibdi. Bundan tashqari eng asosiysi sizlar turibsizlar. Agar biz bugun shu sahnada turgan ekanmiz, demak xumorina. Hikoyamiz hali tugagani yo'q. Ketdi. So'zlar esimizda, birgalikda aytamiz. Bo'lsin, oramizda Jasur yo'q. Uni har doim xotiramizda saqlaganmiz, har doim eslaymiz. Bugun bu zalda uning ota-onasi, aka-ukasi, yaqinlari o'tirishibdi. Konsertdan oldin onalarini oldilariga tushdik. Ona dedik, Jasurni suratlarini, Jasur ovozlarini ishlatamiz, agar ruxsat bersangiz dedik. Bir narsani va'da qilib chiqdim. Va'dam shundan iboratki, shuncha inson yig'iladi dedim. Minglab muxlislar yig'iladi dedim. Jasurni xotirasiga, Jasurni anaqasiga duo qilishadi dedim. Bugun shu anaqa duoni qilamiz, xudo xolisa hammamiz birga. Jasurni hech qachon unutmaymiz. O'rtoq, seni ham umring uzoq bo'lsin. Ilohim keyingi yillarga xudo xolisa oyoqqa turib ketgan. Yugurib konsertlar berdik. Xudo xolisa butun mana shu yerda yig'ilgan hamma muxlislar duodamiz, xudo xolisa. Agar bugun yoningizda do'stingiz bo'lsa, yoki uyga borganda do'stingizni ko'rsangiz, Ummon guruhini nomidan, qolaversa o'zingizning nomingizdan bag'ringizga bosib qo'ying. Shuncha inson oldida o'rtoq, masalan, bag'rimga bosmoqchiman.
Umring uzoq bo'lsin. Yana bir kichik ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Ummon guruhini deyarli 100% so'zini, musiqasini o'rtog'im yozgan, do'stim yozgan. Qasdigina ayamisizlar. Xudo xolisa keyingi yillarga yugurib konsertlar bering o'rtoq. Hammamiz duodamiz, xudo xolisa. Yana bir narsa, bu zalda bizani do'stlarimiz o'tirishibdi. Qadrdonlarimiz o'tirishibdi. Ular ham sog' bo'lishsin. Yaxshi va yomon kunlarimizda doim yonimizda bo'lishdi. Guruh tarqalganda ham, guruh birlashganda ham har doim bizani qo'llab-quvvatlashdi. Yomonini bugun yetmadik. O'shaning uchun menimcha navbatdagi qo'shuv qaysi qo'shuvligini bildinglar? Qaysi? Marhamat, navbatdagi qo'shig'imiz do'stlar uchun. Yoshligim birga o'tgan, yesa bo'lishar ekan, do'st. Marhamat, davom etamiz. Uni eshitasizlar, eski xotiralarga qaytasizlar. Faqat bitta iltimosimiz, birgalikda kuylaymiz, xo'p? Bir ko'rib qo'yishsin Ummonni muxlislari qanaqaligini. Kelishdimi? Ketdi. Qo'llar bilan faqat. Kerak ekanliga, begonadaysan menga, xuddi hech qachon tanimagandek beparvosan sen menga. Kerak ekanliga, begonadaysan menga, xuddi hech qachon tanimagandek beparvosan sen menga. Kechagi kun men uchun senlar yursan men esa majbur. Bugun esa yoningda yolg'izlik surar hujum. Mana san nega ko'zlaring uzilmas ko'zlarimdan kim o'raydi yoningda bunchalar beparvosan uni oldida. Bilasizlarmi, Ikrom degan zvuk rejissyorimiz bor. Qattiq Ikrom aka. Qanday o'zi? Siz tushiringlar shu odamga. Assalomu alaykum, Xumoriyana. Bu odam mana shu Xumoda sizlarga zvuk yetkazib beradigan, tushundinglar? Mana shu zvukni sizlarga chotki qilib yetkazib beradigan odam. Fanzona. Balarroq. Yuragim sizlar bugun yonimda. Ertangi kun qolgan boshda nega qanotimni sindirding? Qo'llarim kechim sasir dengizga qo'l cho'zib ketgandim yordaming. Siz uchun qadam beraman. Yuragimda zarba sizsiz, yolg'onlaringni cho'ktirib keting. Baravar faqat siz uchun qadam beraman. Yuragimda zarba sizsiz, qasamlaringni unutib keting. Balarroq. Nishonimni ustidan bosib kelding. Gap bo'lishi mumkin emas.
aytmadi sonini tilab qaytarmagan yoki yo'q sen uni ko'rasan mening sonimni yo'q manimcha u qaytmaydi endi hech qachon lekin umidim negadir so'ngani yo'q yoki nima deb atay qachongacha suratingga qarab sevilay sen meni unutgansan men buni bilaman lekin har kuni tunda nega seni kutaman men aniq bilaman sen qaytmasligingni men qaytma yurak tushunmaydi shuni tushuntirolmayman nega ketgansan baqudagi so'zlarni men takrorlayman Meni jondan sevgan Assalomu alaykum. Sizlarni nafaqat jurnalistlar, muxlislar, butun O'zbekiston kutgan. Shuncha yillik tanaffusdan keyin o'zingiz qanday his qilyapsiz sahnada? Juda ham hayajonli. To'g'risini aytsak, 5 oy, 6 oy tayyorgarlik ko'rdik bu konsert uchun. Lekin har bir soniya biz uchun hayajonli bo'ldi. Konsertga chiqishimiz bilan shu menimcha ikkita ashuladan keyin hayajonni yengdik, chunki muxlislarning energiyasi, muxlislarning birga kuylashi biz uchun juda ham katta kuch bo'ldi deb o'ylayman. O'sha orqali biz hayajonni yengdik, lekin shu paytgacha juda ham kuchli hayajon bo'ldi. Bir pasda o'tib ketdi. Xuddi bir 5 minutdek o'tib ketdi. Bu kabi konsert bo'lishini menimcha kutgansizlar. Bekorga Humo Arenada bo'lmadi konsert. Yo'q, o'zi bilasizmi, bizni qo'rqdik boshida. Humo Arenani tanlashda ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarimizga ishondik. Chunki bu katta dargoh. 10 mingtadan 12 mingtagacha odam o'zini ichiga sig'diradi va bir kunda shuncha odamni to'plash juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarga bo'lgan ishonchimiz bizani olg'a qadam bosishimizga yordam berdi. To'g'ri. O'zi shuncha yillik tanaffusdan keyin kimdan chiqdi g'oya? Yana konsert beramiz degan. O'zi g'oya anchadan beri bor edi. 10 yildan beri bu narsani plan qilib kelardik. Kelamiz. Faqat sharoit ozgina to'g'ri kelmasdi. Mana shu yilga nasib qildi. Bekorga sog'inganim men emas. Shu muxlislarimizni sog'inganimiz uchun, muxlislar bizni sog'ingani uchun shu konsertni uyushtirdik. 400 tadan oshiq qo'shig'imiz bor. O'shaning uchun
duetlarni qo'shmadik. Chunki o'zimizni qo'shig'imiz ko'p. Bu qo'shiq haqida juda ham ko'p anavi bo'ldi. 70 ta, 80 ta qo'shiq tanladik. Shundan yana bir 30 ta ajratishimiz kerak edi. Yana uni saraladik. Shuning uchun sal qiyin bo'ldi. O'shaning uchun bu safar duetlar qo'shmadik. O'zimizni qo'shiqlarni aytishga qaror qildik. Rahmatli Jasur akani atrifkalarni, qo'shiqlarini qo'ydingiz. Ular haqida ozgina to'xtalib eslab o'tsak. Endi Jasur ham zo'r do'st, ham zo'r uka edi biz uchun. Har taraflama rostgo'y, har doim haqiqatni gapirgan bola edi. Umon guruhida o'zi uni otaxon derdik. Bizni ko'p joylarda bizga nima deydi? To'g'ri maslahatlar berardi. Bugun ham mana ko'rdinglar, konsertda xotirladik. Hech qachon uni esimizdan chiqarmaymiz albatta. Bunga hatto haqqimiz ham yo'q. Har doim konsertlarimizda, qo'shiqlarimizda uni albatta eslaymiz. Keyin ham konsert beramiz dedingiz, kelasi yil. Albatta, men bu yoqqa ketdi endi. Bundan keyingi yilgi konsertimiz Xudo xolisa bundan ham zo'r bo'lishiga va'da beramiz, to'g'rimi? Inshaalloh. Savolim sal norin bo'lishi mumkin, lekin Umon guruhi trio edi-da. Uni yana trio darajasiga qaytarish niyatingiz bormi? O'rinlarning ovozda o'xshash, Yo'q, Yo'q, unaqa olishmaymiz. Unaqa niyatimiz yo'q. 2 kishi ijod qilamiz. Chunki Umon guruhi baribir o'sha eski sostav bilan Umon guruhi bo'lgan. O'shaning uchun 3-kishi уже menimcha muxlislar ham qabul qilmasa kerak.